Chirchiq davlat pedagogika universitetidan kelgan ustozimiz borlar, marhamat. Aql tarozisida tortilmagan ilm bu asossiz. Birovga aqlli bo'lishlik ham o'ta o'zining darajasicha bo'lmasa, bu ham ahmoqonalik. Bu yoqlar haqiqiy shu aql tarozisida ilm bilan ish qiladigan odam. Jamiyatga putur yetkazmaydigan, O'zbekistonning vorisi bo'lgan kelajakdagi yoshlarning ruhiyatiga va ta'lim muassasalariga ijtimoiy shart-sharoitda salbiy ta'sir qilmaydigan narsalarga e'tibor qaratadi. Ong etadi unga aql. Davr nimani talab qilsa, ehtiyoj shunga moyil bo'ladi. Bularniki ham to'g'ri. Davrda hozir shu bo'shliq bor, ehtiyoj. Bo'shliq bor, ehtiyoj bor. Bular nima? Bularniki nima? Bularniki o'yin, qimor. Birinchisi rivojlantiruvchi, o'zini rivojlantirib oladi. Ikkinchisi ijtimoiylashtiradi. Uchinchisi biznes. Biznesga kirgandan keyin bosar tusarini bilmay qoladi odam. Hech kimni nazar pisand qilmaydi. Haligi kambag'alni boy bo'lgani yomon degan naql bor. Kimga aytyapsiz? Yo'q, men hech kimga aytmayman, munosabat bildiryapman. Siz shunday deyishingiz uchun sizni aytmayman men. Chunki sizning saviyangiz men bilan to'g'ri kelmaydi. Men aytgan gaplarning mazmunini siz bir 5 yildan keyin tushunasiz. To'g'ri tushunib o'tirmay, yoshini hurmat qilaman. Mana shu narsalarga e'tibor qaratish, shu narsalarning mohiyatiga tushunish har kimga ham emas. Oliy ma'lumotlarga ega bo'lgan mutaxassislar ko'payaversa, albatta bunday salbiy munosabatga ega bo'lgan yoshlar oiladan tarbiyalanmaydi, bularni ko'rmaslikka harakat qiladi. Ikkinchi o'rinda 2016-yilgacha O'zbekiston Respublikasida 60 ta universitet faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bugun bularning soni 300 dan oshib ketdi. Demak, bular vaqtincha bularga to'siq qo'yiladigan vaqt, imkoniyatlar bor. Siz o'ylaysizmi, men shunday narsalarni qo'yaman, shunday narsalarga egaman, hech kim bilmaydi deb. Uchinchi masalada men shuni narsani aytmoqchimanki, deputatlarimiz haligi GAI avtomobil tezligini o'tkazib ketdi deb qonun qabul qiladi. Bu debdi. Men taklifim shunday. Deputatlarimiz blogerlarni ro'yxatga oladigan qaror qabul qilsin. Blogerlarning ijtimoiy tarmoqqa qo'yadigan ma'lumotlarni ekspertizadan o'tkazsin. Nimaga millionlab kishilar oylik oladi? Keyin qo'ysin uni. Men buni taklif sifatida aytaman. Va buning ta'siri bugungi O'zbekiston emas, jahon miqyosida ta'sir qiladi. Organizm dunyoga kelguncha organizm tayyor bo'lish kerak. Ya'ni u qanday bo'lishligidan. Endi ma'lumot qo'yilish uchun ma'lumot davlat muassasasi tashkilotlarida kerakli bo'lgan holatlarni ko'rsatib, bir oddiy gap aytaymi, men bir 5-6 kitobning muallifiman, bir kitob chiqarish uchun 10 yil yozaman men. Yana uni qayerdan ruxsat olasan deng, oliy ta'lim vaziri ruxsat beradi menga chiqarishga. Bular haqida deputatlarimiz juda chuqur va izchil, tizimli ish jarayonini tashkil etmasa, biz uni bu yoqda tanqid qilgan bilan, men umuman hech kim tanqid qiladigan odam emasman, men diplomatman. Bu yoqda yo'q, bu yoqda hech narsaga erishmaymiz. Qachonki qaror qabul qilinsa, qonun ustuvor bo'lsa, albatta buning samarali natijasi bo'ladi.